95% odam tradingda slif bo'ladi. Chunki emotsiyalarga berilib, stelkalar ochib tashlaydi. Biroz pul yo'qotganidan keyin hozir dagon qilaman deb analiz qilmasdan savdo qilishni davom ettiradi va oxirida barcha pulni yo'qotadi. Xo'p, endi tasavvur qiling, siz emotsiyaga berilmaydigan har bir stelkani ochishdan oldin bozorni yaxshilab, ipidagi narsaga o'rganadigan odamsiz. Agar siz shunday bo'lganingizda, siz 90% stelkalarni yutgan bo'lardingiz. Lekin odam miyasi bajara olmaydigan bu ishni a'lo darajada bajaradigan bitta super miya bor. Bu albatta sun'iy intellekt. Sun'iy intellekt faqat aniq ma'lumotlarga tayanib savdo qiladi. Bu videoda men sizlarga shunday ajoyib botni ko'rsatmoqchiman. Xo'p, unda keling, hammasini amalda ko'rsataman. Xo'p, savdoni boshladik. Balansimizda 270 ming so'm mavjud. Xo'p, 270 ming hammasi bilan savdoga kira qolamiz. 270 ming. Xo'p, botni ko'ramiz. Botdan o'zimizga kerak bo'lganidan signal olamiz. Bizga keragi bu NSD, USD. Xo'p, ko'rishingiz mumkin, sotishga signal berdi. 1 daqiqalik stelka ochdim. Kuzatamiz. Aytgancha, aziz kuzatuvchilar, xonimlar va janoblar, opa-singillar, akalar. Sochim qanaqa chiqibdi? Sochim oldirishimdan sababi mana yonlarini ham ko'rsataman sizlarga. Sochim oldirishdan sabab shu, prosta uydagilarim oldir dedi. Oldirdim. Hayot har doimgidek meni qiynaydi. Bu safar amakim qiynadi. Bir soching oldirib kel dedi. Endi amaki aytganini qilish kerak, обязательно. Xo'p dedim. Bordim, oldirdim. Bo'l. Zerikdim-da, o'shancha yondagi chiziqlar o'shanda zerikishdan paydo bo'ldi. Shunaqa gaplar. Xo'p, bu yerda bizda 20 soniya vaqtimiz qoldi. Kuzatib turamiz. 15 soniya qoldi. 5 soniya qoldi. 4, 3, 2, 1 va mana ko'rishingiz mumkin. Bu ochgan stelkamiz muvaffaqiyatli yakunlandi. Xo'p. Botdan signal olamiz yana. O'y, yuqoriga 4 daqiqalik signal berdi. Yana 4 daqiqa ozroq o'tdi. Xo'p, bu safar 3 daqiqalik berdi. 3 daqiqalik signal bilan davom ettiramiz. Bilmadim nega, bilmayman. Men hayotda mayda-chuda narsalarda omadim kelishmayganda. Misol uchun, omadim kelishmagan emas, hamma meni qiynasa yaxshi ko'radi-da. Qanaqadir azob bersa, men shu qiynalsam, misol uchun men buni o'tgan safar aytganimda, shu bengal mushugim shilib tashladi hamma joyimni. Urushchigim bilan qonli jang qildik. Amakim o'zim yoqqan strishkadan o'zim yoqmaydigan strishkaga o'tkazib, tajak da mayli, soch o'sadi. Vaqt o'tmay qolmaydi. Ipatom bugun ertalab men pul ichgan borgandim. Bankomat ham mayda pul berdi menga, polnisi mana. Polnisi mana, men 200 mingtalik berar desam, bittagina 200 mingtalik berdi menga. Telefon mana. Buncha 5 mingtalik nima qilaman misol uchun? Qayerga solaman buncha 5 mingtalik? Katta kashlogim bormi, sumkamga solib berayman. Zalga chiqargan sumkamga. Ammo 100 mingtalik nima qilaman? Shuni o'rniga bir 20 ta 200 mingtalik berganda bo'lmasmidi? Yo'q, unaqa qilmadi bu. Bankomatdan mayda pul berdi. Keyin men buni kissamga soldim, mamnun chaqib ko'tarib keldim. Ular nimaga? 200 mingtalik bersa bo'lardi, lekin bankomatdan meni qiynadi. Shunaqa gaplar. Hamma meni qiynashni yaxshi ko'radi. Bularni hidi har doim juda o'zgacha. Bilasizlar, men parfumlar, atirlarni yoqtirmayman. Pulli hidi va boshqacha. Xo'p, kuzatib turamiz. Bu yerda 1,5 daqiqa vaqtimiz qoldi. Mayli, siz kutib qolmasligingiz uchun ozroq tezlashtiramiz bu kadrlarni. Xo'p, bu yerda ko'rishingiz mumkin. Bizda 10 soniya vaqtimiz qoldi. Xo'p, kuzatib turamiz. Bu ochgan stelkamiz qanaqa natija bilan tugar ekan va mana o'zingiz ham ko'rishingiz mumkin. Bu yerda bu ochgan stelkamiz ham muvaffaqiyatli yakunlandi. Xo'p, botga o'tamiz. Botda signal olamiz yana. Yana sotishga signal berdi 1 daqiqalik. Xo'p, 1 daqiqa vaqtga to'g'rilab stelka ochdim. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ikkita muvaffaqiyatli yakunlangan stelkalar. Xo'p, kuzatib turamiz. Qanaqa natija bilan tugar ekan bu ochgan stelkamiz. O'sha bizda 40 soniya vaqt qoldi bu yerda. Kuzatib turamiz. Xo'p, 30 soniya vaqtimiz qoldi bu yerda bizni.
1 deganda 20 soniya vaqt qoldi bizda bu yerda. Xo'p, kuzatib turamiz. Bu ochgan сделкamiz qanaqa natija bilan tugar ekan. Xo'p, 10 soniya vaqt qoldi bu yerda. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 va mana o'zingiz ham ko'rishingiz mumkin. Bu ochgan сделкamiz ham muvaffaqiyatli yakunlandi. Xo'p, botga o'tamiz. Botdan signal olamiz. Xo'p, sotishga 1 daqiqalik signal berdi botimiz. Vaqtga to'g'rilab сделка ochdim. Besh, 4, 3, 2, 1 va o'zingiz ham ko'rishingiz mumkin. Bu ochgan сделкamiz ham muvaffaqiyatli yakunlandi. Ko'rishingiz mumkin 270 mingdan 1 million 170 mingga chiqardik shotni. To'g'ri balansimizni. Xo'p, botdan signal olamiz. Xo'p, 2 daqiqalik signal berdi botimiz yuqoriga. Ko'rishingiz mumkin 4 ta ochgan сделкamiz muvaffaqiyatli yakunlandi. Kuzatib turamiz. Xo'p, kuzatib turamiz. Balkim kimdirlar aytishi mumkin, nimaga amakisini deb sochidan oldirib tashladi, o'ziga yoqqan stirishga. Sababi bor-da, bitta sababi bor. Mana bu Ralph Polo, o'sha Poloni originali. Короче, buni menga amakim sovg'a qilgan. Sovg'a qilishning sababi ham bor-da. Sababi, короче, o'ziga zakaz qilgan bo'lgan, Turkiyadan bitta o'rtoq olib bergan. Lekin kichkina rasmini olib qo'ygan. O'shani menga berdi-da. Patim mana bunaqa aytdi-da, o'zi aytishi mana bunaqa bo'ldi. Biz ham uyga keldi-da. Keyin mana qildi. Men buni kiyqani deb beryapti-da, upakovkasini bilan. Men nima ekan deb qarayapman, короче. Mana kiyib chiqyapman, da chotki misol uchun ko'rsatib, mana shu zo'r ekan aka dedim. Keyin hazillashib menga ekanda bu desam, bo'ldi bu senga dedi-da. Rahmat amaki desam, shuna qaradi-da. Borda endi sochingni oldirib tashla dedi-da. Endi bu vaziyatda misol uchun, bo'pti dedim, original bo'lgani uchun. Albatta stoid 6-7 oy o'tmay qolmaydi, sochimni o'stirib olaman. Amakim ko'ziga ko'rmagan vaqtda sochimni o'stirib olaman. Tim bo'li yaqinda yana ketadi. O'sha ketgandan foydalanib, yana o'zim yoqqan stirishkaga qaytib olaman. Xo'p, bizda bu yerda 10 soniya vaqtimiz qoldi. Kuzatib turamiz. Qanaqa natija bilan tugar ekan. 4, 3, 2, 1 va mana o'zingiz ham ko'rishingiz mumkin. Bu ochgan сделкamiz ham muvaffaqiyatli yakunlandi. 270 mingdan 1 million 400 mingga chiqardik balansimizni. Xo'p. Ko'rishingiz mumkin bu yerda 5 ta ochgan сделкamiz ham muvaffaqiyatli yakunlandi. Amalda ko'rsatdim hamma narsani. Bu mana botdan olgan signallarimiz. Bu bot yordamida siz ham xuddi shunday qilib ishlashingiz mumkin. Bunga ortiqcha bilim shart emas. Muhimi telefoningiz bo'lsa yetarli. Bu botni olish uchun video ostida havola qoldirib ketaman. Bu bot mutlaqo bepul beriladi, lekin har oylik qilgan daromadingizdan atiga 20% ni menga berishingiz kerak bo'ladi. Videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Ko'rishguncha xayr.